Mana shu birgina tushunmovchilik sababli chaqaloq nobud bo'lishi mumkin edi. Muhammad Qodir, ko'pchilik ota-onalar fotolampa xizmatini xavfsiz deb o'ylashadi. To'g'ri bu holat, lekin ba'zi bir holatlar bo'lgan. Endi boshlagan vaqtlarimizda fotolampada, ya'ni birinchi bitta holat yuzaga kelgan. Soat 1 da kechasi bitta ona, chaqaloq onasi telefon qilyapti. Men sergak turib, nima bo'ldi deb aytdim. Bolam holsizlanib qolgan, shalpayib qolgan deb telefon qilyapti. Endi men u paytda nima tushuntirib ketganman, doka, skater, ya'niki havo o'tkazadigan, balkim noto'g'ri tushunishgandir, balkim men to'g'ri tushuntirib bera olmagandirman. Ular to'shak yopib qo'yishgan, padidianlik, ya'ni havo o'tkazmaydigan. Endi o'ylang, chaqaloq asosiy, ya'ni moddalari mana shu suvni bug'latish teri orqali. Bola suv bug'latgan, ya'ni buni orqasiga terlagan va ko'p miqdorda suv yo'qotishga olib kelgan. Endi degidratatsiya bolalarda eng xavfli va shokka olib kelib qo'yishi mumkin va buni orqasidan esa bola nobud bo'lishi mumkin. Men hali ham birdaniga aytdim, nima chora-tadbirlar qilish kerakligini va tez tibbiy yordamga murojaat qilishligini aynan aytganimizdan so'ng bolani hayotini saqlab qoldik. Keyingi videoda suvsizlanish haqida aynan ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin.